Aziz va mukarram, qadrli va mehribon, ko'zi qora, qoshi qora yurtdoshlarim. Mana hafta aylanib siz bilan yana yuzma-yuz, betma-bet suhbatga musharraf bo'lganimdan mamnunman. Nechikisizlar xo'jik birri, mo'choybika, xo'sh qizlar, birtli-birtsiz doilar, yoshulli yoshkichilar. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo. Barchasiga guvoh yer osti. Lekin do'stlar, shou biznesning jahongiri kam bo'lar rosti. Jahongir og'a yurtni umum saviyasidan o'sib ulg'ayib ketdi. Bu noymiklar tushunmaydi san'at novliqini. Yuraveradilar keyingi 30 yildan o'rusni shangilini urib, askarlarni paxtali ishdan guppi tikib. Og'a, eshitdingizmi? Manzurani ayra beribdilar. Manzura bilan to'yila bo'ladimi? Bunga kelinchikni o'zlaridan javob olamiz. Voy, kuyovdori bilan shu bizni birinchi marta uchrashganimizdan beri shu to'yda biz uchrashdik. Hatto o'sha to'yi hali ham yuzimga soladi. Qarang, normal men bilan salomlashmagansan deb yuzimga solgan. Aytingchi. Bundoq qarab, assalomu alaykum, men fanat turman. Balki men sizni yaxshi ko'rarman, to'g'ri ma'noda. Bundoq qarab, va alaykum assalom deb ensa qotirib qo'ydilar, opa. Nima qilishim kerak edi? Voy, anavi Murodku, asal deb Instagram yozib yozib, nima yaxshi ko'rasiz? Qanaqa shirin yaxshi ko'rasiz? Murod akajon deshim kerak edi. Manzurani ham erga berdik. Borgan joyida qumga ko'milgan toshday qotsin, soplangan bolta kabi o'tkir bo'lsin. Yegani qo'y, ko'rgani to'y, topgani pul, eri unga qul bo'lsin. Og'a, eshitdingizmi? Pravo olish qimmatlabdi. Amerikada pravo olish uchun pullik o'qish yo'q. Kompyuterda imtihon topshirib, mashina haydab ko'rsatilsa pravo beriladi. Pravo olish uchun $40 to'lanadi. Bu $40 ichiga 10 martalab imtihon topshirish imkoni, ko'z doktori tekshiruvdan o'tish hamda plastik kart shaklidagi pravoni print qilib berish xizmati kiradi. O'zlari rasmga oladi. Bu $40 ni to'lab pravo olgan odam oyiga $5000 dan to $20000 gacha ishlab topishi mumkin. Bu kartina Uber Driver deb ataladi va hozir Pittsburghdagi Bahodir Fayziy uyida saqlanadi. Mut bo'lsa edi amdolli. Chizg'anib 2 qo'llab olar edik pravoni. Og'a, shu Amerikadagi o'zbeklar uy yon tarafiga galasi-galami? Absattor Amerika Qo'shma Shtatlarining San-Fransisko shahrida kuryerlik qiladi. Uber Eats applikatsiyasi orqali restoranlardan klientlarga ovqat tashiydi. O'sha kuni 4 qutb pizzani shahar chetidagi skladga o'xshash angarga olib bordi. Qo'ng'iroqni bosgani hamono eshik ochildi. Eshikni ochgan ko'zoynakli Habash Absattor qo'lidan 2 ta pizza qutisini olib orqamdan yur dedi. Absattor qolgan 2 qutini qo'lda tutib uzun koridordan ketayotgan Habash ortidan yurdi. Ular liftga kirib pastga tushishdi. Absattor choychaqani olib cho'ntagiga joyladi. Habash uni yana eshikgacha kuzatib qo'yish kerak edi. Ammo uning siygisi qistab koridor chetidagi tualetga kirib ketdi. Absattorning kutishga vaqti yo'q edi. Yana ashuncha klient kutyapti. Absattor koridordagi lift deb o'ylagani eshik yonidagi tugmani bosdi. Eshik ochildi. Absattor kirdi. Ammo bu kapsula kulba liftga o'xshamadi. Hamma yo'g'ida tugmalar, knopka-yu diod-miyodlar. Chap tarafda 189 ta davlat nomi yozilgan bo'lib, har mamlakat to'g'risida raqam va tugma bor edi. Absattor O'zbekiston 2030 degan yozuvni ko'rib, negadir avtomatik tarzda knopkani bosdi. Birdan chiroqlar yonib o'chib, kapsula qaltir-qultir qila boshladi. Keyin eshik ochildi. Tashqaridagi nurdan Absattorning ko'zi qamasa ham bir qadam qo'yib kapsuladan chiqdi. Birdan taqir-tuqur qilib kapsula yana yer tagiga kirib ketdi. Absattor tap-taqir cho'lda turardi. Sal narida Qiziltepa degan joyni ko'rdi. Absattor qo'rqib qaltirab ketdi. U O'zbekistonning Navoiy viloyatiga kelib qolgandi. Mana hali Amerikaga kelmasidan oldin hizbga a'zoligi uchun o'tirgan Qiziltepa qamag'i va uning g'isht xumdonlari. Absattor dod solib baqirdi.
$35,000 to'lab Meksika orqali zo'rg'a jamoliga yetishgan Amerikadan ketish Absattorning planida ham yo'q edi. Kreditga olgani moshin ham qolib ketgan edi. Absattor 4 tarafga zir yugurib AQShga qaytib ketish yo'lini qidirardi. Yo'lda bir boboyni ko'rib, "Otaxon, qayer bu?" deb so'radi. "Qiziltepa bu. Oldin bu yerga qamoq bor edi, ammo hozir yo'q. Qamoq 3-Renesansda qolib ketgan", dedi boboy. "Hozir nechinchi Renessans?" deb so'radi Absattor. Chol qo'lidagi iPhone 30 ni olib Absattorga ko'rsatdi. Absattor 2030-yilgi O'zbekistonga kelib qolgandi. Absattorning qo'lidagi iPhone 14 ishlamay qolgandi. Qanday qilib 2025-yilning yanvarida AQShda yurgan odam 2030-yilga borib qoladi? Shu payt bitta Maybach kelib to'xtab eshikni ochdi. "Yuring, olib ketaman Toshkentga", dedi. Absattor moshinga o'tirdi. Shopir voz yetib moshinni 300 ga chiqardi. "Moshin zo'r ekan, lekin radarga tushmaysizmi?" deb so'radi Absattor. "Radar taqiqlangan. Shopirlar qancha tez yursa yuraveradi. Moshinni Germaniyadan oldirdim. Rastamoshka yo'q bo'lib ketgan", dedi shopir va bardachokdan viski olib ichdi. "Oldin ichib haydaganga jarima bor edi. Hozir atmen", dedi shopir. Toshkent markazida ikkala qo'liga yirtiq shippak ushagan Damaschi haykali turardi. Absattor shu yerda tushib qoldi. Yo'ldagi zapravka ustida "Metangaz tekin, kevuring sekin" deb yozib qo'yilgandi. Absattor zapravka egasidan "Rostdan ham metangaz tekinmi?" deb so'radi. "Tekin", dedi zapravkachi va polni bak quydirganga tekin kofe ham berilishini aytdi. Zapravkachiga ko'ra mamlakatda gaz ham, elektr ham tekin bo'lgan. Banklar kredit berar ekan-u hech qaytar demas ekan. Mamlakatning yarmi temir daftardan, yarmi esa xotin daftardan ta'minlanar ekan. Absattorning yoniga bir milisa keldi. Qo'lida uzun qora tayoq. Absattor qora tayoq deb o'ylagan narsa bu qazi edi. Militsioner pichog'ini olib qazidan kesib Absattorga berdi. "Aka, yeb oling, baquvvat yurasiz", dedi ment. Qazi ham tekin edi. Mamlakatda aliment bekor qilingan, xohlagancha xotin olsa bo'lardi. Hokimiyatdagilar qo'lida shoda kalit ko'tarib yurishibdi. Absattor yoniga kelgan hokim yordamchisi "Aka, mana shu 3 ta kalitni oling, baraka topasiz", dedi. Kalitning bittasi BMW X30 degan mashinniki, bittasi esa City'dagi 3 ta hammom, 10 ta xonalik uyniki. 3-chi kalit Qatortoldagi dachaniki. Ichida 2-chi xotin vazifasini bajaradigan sohibjamol norin to'g'rab o'tiribdi. Kalitlar tekin. Agar 3 kalitni ham olsangiz, Kusherbayev konsertiga bitta bilet ham beramiz, dedi hokim zami. Kusherbayev artist bo'lib ketdi. Oldin populist edi, deb qo'shib qo'ydi zam. "Oldingi prezident qani?" deb so'radi Absattor sekin qo'rqibsa. "Oldingi prezident Rassom Tuz nomidagi 3-son namunali qamoqda yotibdi butun qarindoshlari bilan", deb javob qildi zam. "Hozir kim prezident?" deb so'radi yana ham ovozini past qilgan Absattor. "Jahongir Otajonov hurmatli prezidentimiz", dedi zam va yo'l bo'yidagi katta billbordga ishora qildi. Bo'yi 7 metrlik billbordda Jahongirning rasmi va shior bor edi. "Yo'llar ravon, hayot farovon, turmush mohtobon". Absattorning AQShga qaytib ketgisi kelmay qoldi. U barcha orzu qilgan buyuk kelajak ichra edi. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmasamish. O'zga yurtni bog'i bilan bog'chasidan o'z yurtimning yontog'i yaxshi. Boy bo'ldim, pul topdim deb asravermaslik kerak. Ina qamishni qarang asrib dik o'sadi. Oxir ne oldu? Poyra etib üstünde öyle yuvdular. İlohim sonunu vergi. Novu devede Navoiy otec. Hazreti Alişir Navoiy babamız aytdilar ki, nima dedilar? Xullas, like bosing, komment yozing, videolarimizni tanishlaringiz bilan bo'lishing, super rahmat knopkasini bosib, Eltuz kanalini qo'llab-quvvatlang.
AQShga borganida ish yurishgan o'zbeklar ko'p uchradi menga. Masalan, Ravshan degan yigit cho'ntagida $20 bilan AQShga kelgan va bu $20 yarmi kelgan minutning o'zida Kennedy aeroportidayoq sarf bo'lgan. Bu yigit avvaliga rasmlarga romka yasaydigan firmada ishchi bo'lib ishladi. Keyinroq o'zi romka qiladigan shirkat ochdi. Bu shirkatni sotib, 2 ta yuk mashin bilan trak shirkati ochdi. Bugunga kelib uning 200 dan ziyod yuk mashinasini o'z ichiga olgan va Kanadadan tortib Meksikagacha bo'lgan hududlarda yuk tashiydigan mega shirkati bor. Furalar uchun katta garaj va avtobaza qurgan. Bundan tashqari Ohioda Amerika futboli uchun xususiy stadion qurgan. Ravshan Amerika orzusi degan afsun ijobati. Eltuz bu ishi yurishgan biznesmen haqida kino qilishni rejalagan. Lekin AQShga kelib, ish yurishmay, o'zini ko'prikka osgan, jinni bo'lib aqldan ozgan yoki diniy radikalizmga berilib qamoqqa tushgan baxtiqarolardan ham ashimchasi bor. Qiyinchilik boshiga tushsa yengib o'tganlarni ham ko'rdim. Men gaplashgan qiz O'zbekistonning Qorako'l tumanidan AQShga kelgan. Qimmat restoranda ofitsiant bo'lib ishlagan. Mijoz bir butelka qizil sharob buyurgan. Restoran tuzigiga ko'ra ofitsiant butelkani klientning yonida ochib qadahga qo'yib berishi kerak. Qizgina butelkadan po'kak qopqoqni sug'urayotganida bilmay shishaning og'zini salgina sindirib qo'ygan. Klient sharobdan voz kechgan. Restoran boshlig'i esa bir shisha sharobni ofitsiant oyligidan tutib qoladigan bo'ldi. Bu sharobning xos produkt ekani Toskaniyaning tog'i tepasidagi gilamday joyda 4 ta toy hosildan olingani va faqat yiliga 20 shisha chiqishini hisobga olsak, ofitsiant qizga havas qila olmaysiz. Bir shisha qizil sharob narxi $5000 edi. Qiz bu summani bo'lib 10 oyda to'ladi. Amerika ko'z yoshlarga ishonmaydi. Aziz o'quvchim, sizga nima qiziq? Amerikada boyib bitib pul hididan yota olmayotganlarmi yoki Amerikaga kelib ham dardisar bo'lib 1-2 bo'lmayotgan baxtiqarolar hikoyasimi? Aprislar yo'qmi Amerikada? Amerikadagi o'zbek firibgarlar haqida gapirib bersam. Afsuski, Amerikada o'zbek va apris tushunchasi bitta bo'lib ketgan. O'zbek desang darrov qochishadi. Floridada bitta o'zbek rassom atay o'zbek yo'q yerni qidirib topib yashab yuribman. Ularning aprisligidan charchadim dedi. Amerikaga kelgan o'zbek pravo olishi kerak. Driver license, shoferlik guvohnomasi. AQShda jamoat transporti yaxshi bo'lmagani uchun deyarli hamma mashinada yuradi. Shu bois AQSh dunyoda pravo olish eng oson bo'lgan davlat. Yo'l harakatidan kompyuterda imtihon topshirasiz. Shundan o'tsangiz, mashinani haydab ko'rsatsangiz, shu yerning o'zida 30 minutda pravangizni print qilib qo'lingizga beradi. Prava 2 xil bo'ladi: oddiy va kommersial. Kommersial prava katta yuk mashin trak haydash uchun kerak. Yuk mashinasi uchun kommersial prava olishda yo'l harakati bo'yicha savollar soni ko'proq bo'ladi. Bu savol javobida o'zbeklarning ko'p qulaydi. Ko'p o'zbeklar hech bir tilda o'qish va yozishni bilmasligini ham hisobga oling. Ular O'zbekiston degan maktab o'ldirilgan yurtdan kelgan. Xullas $150 ni Absamat tog'a deganga berasiz. U sizga bitta quloqchin beradi. Mayda naushnik. Quloqni ichiga tiqib qo'yiladi. Kompyuterdagi savol ovoz tarzida ham yangraydi. Imtihon bo'ladigan joydan uzoqda o'tirgan odam sizga quloqchin orqali 3 ta bos deydi. Siz 3 ni bosasiz. Keyin 2 ni bos deydi. Ashna qilib savollarga javob berasiz. Keyin imtihon ofitseri kelib sizni tabriklab, bittada o'tdingiz. Qoyil ta'lim bergan ota-enangizga deydi. Bu ofitser sizni aprislar avlodi ekanligingizni qayerdan ham bilsin? AQSh yo'llarida tirbandlik bo'lmasligi uchun mashinada 2 va undan ko'p odam o'tirganlarga imtiyozli yo'l bor. Bu yo'ldan yurish uchun shoferning yonida kamida yana bir odam bo'lishi kerak. Buni yo'ldagi 4 ko'zli robot nazorat qiladi. O'zbeklar yoniga bitta o'yinchoq ayiqni o'tkazib qo'yib, ashi yo'ldan yuraveradi. Robotning ko'zi 4 bo'lgani bilan ayiq bilan odamni farqiga boravermaydi. Rulda o'zbek o'tirganini esa umuman bilmaydi. Bilganida batareyasi kuyib qolardi. Lekin shu Amerikaga borgan o'zbekni tutgani oltin karuch bo'ldi-yo. Yomon boyib ketdi xaroblar.
Turklar g'isht shaklida quyilib, ustiga kleymo urilgan oltinni kulcha oltin deydi. Kulcha oltin so'zining tarixi 15-asrdagi Samarqandga borib taqaladi. Amir Temur bosib olgan yerlardagi oltinlarni Samarqandga tashmalagan. Oltinlarning ko'pi har xil maydaxon va amirlar ismi sikka urilgan tangalar shaklida bo'lgan. Amir Temur bularning hammasini eritib odam ko'tara oladigan predmet holiga keltiring. Bu maydaxonlarning ismi yo'q bo'lib ketsin deb buyuradi. Mulozimlar Amir Temurga mo'ltirab qaraydi. Qanday shaklga keltiraylik? To'rtburchakmi, soqqa zo'ldirmi yoki g'oz yumurtasi shaklidami? Amir Temur dasturxondagi kulcha nonni olib, kulchaday bo'lsin deydi. O'sha paytdagi Samarqand noni to'nkarilgan kosa shaklida bo'lgan. Ko'p holda tandirda emas, kosa shaklidagi temir qolip ichida ochiq olovda pishirilgan. Safardagi askarlar ham nonni o'zlari temir kosa shaklidagi qolip ichida pishirib yegan. Shundan keyin butun oltinlar eritilib, to'nkarilgan kosa shaklidagi forma ichiga quyilib, ustiga Amir Temur muhri urildi. Bu kulcha oltin nomini oldi. Amir Temur o'lgani ortidan uning nevarasi Ulug'bek yurt so'radi. Bobosidan farqli o'laroq qon to'kib, o'zgalar yurtini g'orat qilish o'rniga aniq ilm-fan, astronomiya bilan shug'ullandi. Mamlakatdagi diniy zombilarga bu yoqmadi. U qurgan rasadxonani mullalar buzdirib tashadi. Aniq ilmga fokuslangan olimlar Samarqanddan qochdi. Shulardan biri Ali Qushchi edi. U Rum eli, hozirgi Turkiyaga bordi. Usmonli hukmdorlari Ali Qushchining ilmiy faoliyatiga sharoit qilib berishdi. Ali Qushchi Samarqanddan qochayotganida hali Ulug'bek tirik edi. Zaril bo'ladi deya Ali Qushchiga biror 10 ta kulcha oltin sovg'a qilgandi. Turkiyadagi quyimchi, oltin bezak yasovchilar bu nima deb so'raganida Ali Qushchi kulcha oltin deb javob berdi. Mana shundan beri turklar quyma oltin g'ishtni kulcha oltin deb ataydi. O'zbekiston ham nihoyat oltinni kichikroq g'isht shaklida quyib, el yurtga sotishni yo'lga qo'yibdi. Olqishlasa arziydigan ish. Birinchi marta muomalaga chiqarilgan 100 gram oltin quymaning narxi 116.603.000 so'm qilib belgilandi. Duo olma, oltin ol. Oltindan ham qimmat narsa salomatlik. Turkiyada 4 oyoqli 3 qo'lli bola tug'ildi. Turkiya Farovonlik partiyasi raisi Fotih Erbakan parlamentda chiqish qilib, quyruqli va jun bosgan bolalar tug'ilishi Turkiyada ko'payib ketganligini aytdi. Olimlar yaqin qarindoshlardan qiz olib, qiz bermaslik kerakligini uqtirib keladi. Ibi baxtim shor, shondan gamasin biza Yoqubning gaplar. Og'a uring potiyani. Assalom O'zbekiston. Juma muborak.